Bu film real voqealarga asoslangan. To'g'ri, bir ikkita joyini sal oshirib yubordik-ku, lekin bu voqea haqiqatdan ham sodir bo'ldi. Kelinglar tushunarli bo'lish uchun boshiga qaytamiz. Bu meni ishxonam. Bu esa men, oddiy ofitsiant. Hozir. Bu meni vaqtincha ishim. To'g'ri, bu yerda ishlayotganimga 8 yil bo'ldi-yu, lekin 30 da hayot endi boshlanadi. Shashlik nima bo'ldi? Tayyor bo'lib qoldimi? Tezroq olib kel, ukam. Toshbaqamisan, ha? Bo'ldi. Bor, tezroq olib bo'ladi aka. kel. Biz juda har xil odamlar bilan ishlaymiz. Ko'pincha ular ovqatga qo'shib, bizani ham sotib olgan deb o'ylashadi. Masalan, men unga o'xshaganlar. Hali zakaz ham qilmadi, lekin nimadir yoqmagani basharasi yetib turibdi. Zakaz qilamizmi yo kutib o'tiraveramiz? Yo'q aka, albatta zakaz bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Albatta. Bo'pti, bitta krevetkali salat, bitta fransuzcha go'sht, unga обязательно bazilik sousi и kapuchino. Aka, bu milliy taomlar-ku. Milliy taomlar. Ustingdagi ko'ynaging, mana bu shimlaring, ha? Mana bu oyoq kiyiming, milliymi o'zi? Milliy taomlar deysan? Yevropacha kiyinib olib, menga ham boshimni qotirasan. Men bu naskiyinchi. Kaltaligini ko'rasam, ota-bobolaring bunchalik kiymagan. Yana menga milliy taomlar deyapsan. Aka choy poy olib kelib turing. Ha, bu, davay. Xo'p. Bu esa Nigina. Suhrob, Maktabdagi birinchi muhabbatim. Nigina? 10 yil ko'rishmadik menimcha. qalaysan? Yaxshi, rahmat. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Maktabdan menimcha ko'rishmadik. Jabirmi, ancha yil bo'lib ketdi. Da. Shu yerda ishlamaysanmi? Da, bu vaqtinchalik. Normal ish topgunimgacha. O'tirib stolga qaragan, mijozim kutib qoldi. Bu baqaloq esa meni boshlig'im, Bahodir aka. Pulim bo'lganda kafesini ham, o'zini ham sotib olib, itda ishlatardim. Anvar, pipimiz almashtiruvlarni 20 stolga. Ki, bir-birimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nomer almashib olaylik. O, davay. Ey, Suhrob, maqtursan? Bor, zakazini kutib qolsani. Hozir Bahodir aka. Men nima qila qolay? Bo'pti. Brachka. Bu salatingni qo'lim bilan yeymanmi? Bir-ikki olib kel. Men ijarada turaman. Chilonzorning 32-kvartalida. Bu eski notebook orqali bir kun men dunyoni qiroliga aylanaman. Qanday qilib deysizmi? Albatta, kripto orqali. Ko'rib turganingizdek, har kuni ishdan keyin men kripto aktivlarni savdosi bilan shug'ullanaman. Alash. Короче, o'rtoq. Bu esa Alisher, kriptovalyutani suv qilib ichib olgan bola. Bitta gapim bor, ishonmaysan bor. Bitta shunaqa tanga chiqdi. Bir kun ichida 63% ga chiqib ketdi. Ishongin menga. Nomi nima? Nomi Lokocoin. Yomon oshib ketibdi-yu. Короче, hozir nima qilasan? Butun soqqingni yig'ib, bitta shu tangaga tiqib tashlaysan. Yana ko'tariladi deb o'ylaysanmi? Конечно, menga ishongin. Yana umuman 3-4 baravar ko'tarilib ketadi. Bo'ldi, rahmat. Xo'p. Bilasizlarmi? Bitcoin asoschisi Satoshi Nakamoto aytgan: "Dunyoni faqat tavakkalchilar o'zgartiradi." Men esa nimani o'zgartirardim? Masalan, karavotni, stol, divan, shkaf. Umuman olganda butun uyni o'zgartirib yuborish kerak.
Demak, Alish bu tangani 0.25 sentga $250 dan sotib olgan va bu tanga 63 barobar ko'tarilibdi. Bu degani Alish $15.750 pul ishladi. Agar men bu tangani $1000 ga olsamchi, $63.000 ishlayman. 2000 ga olsam esa $126.000. Ha yo'q, 4000 ga olish. $252.000. 5000 ga olsamchi $315.000. Ha, buni ilojisi bor. Faqat 5000 qatdan olsam aka. Shu uchun bizning liberandum sun'iy intellektimiz shunga qarshilik ko'rsatish uchun qilinyapti. Juda yaxshi, juda yaxshi. Aqllilar ko'p bo'lib ketdi o'zi. Kredit olish juda ko'p vaqt oladi. Men tez pul topishim kerak edi. Shu sabab ko'chadan 80% asosida pul olishga qaror qildim. Olib keldingizmi? Nimani olib keldim? Olib kelmadingizmi? Ey! Yaxshimisiz o'g'il? Adashib ketibman. Assalomu alaykum. Nimaga pul ishlatmoqchi bo'lganimni aytib beray. Men o'zi Sen avvaldan basharang yoqmayapti-da, cho'ti. Bir oydan keyin shu yerda ko'rishamiz. Osmonga qochsang oyog'ingni, yerga qochsang qulog'ingdan tortib topib olaman. Tushundingmi? Tushundim. Men aytib bera qolay. Mani o'rtog'im 1 sentdan olibdi-da tangani. Ani $250 bo'pti. 2.5 bar. Aka nimani olib kelib berish kerak o'zi? Menga ayting, olib kelib beraman hammasini. Bu esa kriptomak. Kripto olamiga qonuniy pul kirg'izish va chiqarish yo'li faqat shu yerda. Men 10.000 qarzga olgan bo'lsam, hammasini ham tiqmadim. Tavakkal qilish yaxshi, lekin tavakkalni ham aql bilan qilish kerak. Alish aytgandek, bir oy ichida tangani maydalab oldim. Menga bog'liq bo'lgan barcha ishni qildim. Qolgani yaxshi niyat. Xudo xolasa, meni ham omadim keladi. Zvali aka. Chaqirdingizmi aka? Да, это Ha, что? bu nima? Борщ. Mastava? Какой это Qanaqa борщ? bu mastava? Хороший борщ. Yaxshi mastava? Ты не понял. Tushunmading. Какой это Bu qanaqa борщ? mastava? Нормальный борщ. Yaxshi mastava? Пробуй. Tatib ko'r. Akam мне нельзя. Aka bizga mumkin emas, bu Клиентская- mijozning я- mastavasi. Кто ты здесь? Sen bu yerda kimsan? Официант aka. Ofitsiantman aka? Я здесь. Men bu yerda mijozman. Кто ты здесь? Sen bo'lsa kimsan? Я обслуживающий Men персонал, xizmat aka. ko'rsatuvchi xodimman aka. To'g'ri. Возьми ложку. Qoshig'ini olib, Попробуй. tatib ko'r. Какой это борщ? Qanaqa bu mastava? Холодный борщ. Sovuq mastava. Правильно. To'g'ri. Теперь возьми этот Endi bu борщ mastavani olib, и принеси мне menga нормальный горячий yaxshi борщ. mastava olib kel. Хорошо. Yaxshi. Uzr aka. Стой To'xta. и поменяй мне ложку. Qoshig'ini ham almashtirib ber. Хорошо. Быстрее. Tezroq.
Alo, Alish, ko'rdingmi? Sani skrinshotingmi bu? Ammamniki, manikida, конечно, skrinshot. Shunchami? O'rtoq bo'lmasa срочно yetish kerak-ku. Yech olsam, yechishga yordam bera olasan? Ha, конечно, yechib tashlaymiz. O'rtoq shuncha знаkomыйlar bor, tovarishlar bor, hammasini yechib beradi senga. Davay qilaylik shuni. Ha, bo'ldi o'rtoq. 1-2 kunda qilib beraman senga. Davay. Xo'p. Mana endi mani paytim keldi. Qo'limda qolgan 5000 ga chiroyli kiyim olib, bitta mashinani kreditga olib chiqib olsam, qolganini Alish pulim yechganda berib yuboraman. Suhrob, davringni sur. Meni ovoz joy qo'yib qo'y. Shunaqa bo'ladi ko'p ishlasa balki. Men nima qilaman ko'p ketkizib pul oddiy. Malibuga tiqib Mercedes rul. Balonim vos, diskadan vos. Arzon bo'lsa ham Xitoy bo'lsa rost. Yoshi o'tib yarashmaydi shtabovka. Oyna bo'lsa faqat kruk planirovka. Malibu. Ha, Baho. Tinchmi? Yaxshimisan? Ertaga kelarding? Bo'ladi. Tinchroq joy kerak gaplashib olish. Nimani gaplashamiz? Ha, Suhrob, tinchlikmi? O'zgarib qolibsan? Bu kafeinga qancha xohlayapsan? Tushunmadim. Bu kafe sotilmaydi. Senga emas, o'zingni bosib ol ozgina. Qancha? Narx? $1 million. Baho. Hujjatlarni tayyorlab turinglar. Qo'l qo'ygani kerak bo'lganda telefon qilasizlar, kelaman. Sog' bo'lasiz. Niging yaxshimisan? Sog'laring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Mana kim bo'lardi? Короче, men seni soat 7 da restoranga chaqiryapman. Kech qolmasdan kelgan. Просто ko'rgim keldi. Tinchlik, просто ko'rgim keldi. Все, давай, kutaman. Xo'p. Men Balidan olmoqchiman, okey? Menga qiziq emas, u Indoneziya kerak emas, menga Balidan kerak deyapman. Xo'p, nech pul bo'lyapti? Qo'ying, nima qimmatroq yo'qmi? Menga o'sha gostinitsani o'zini. Hozir aka to'xtab turasiz. Men nima dedim senga? Bitta krevetkali salat olib kelasan. Bitta fransuzcha go'sht olib kelasan. Bitta kapuchino olib kelasan. Tushundingmi? Sous qolib ketmas. Namchi sekin qimirlasan, uka. Bo'l tezlash. Qancha kutish kerak seni? Tarbiya qilgan. Alo. Bo'ldi, menga o'sha yerdan olib bering. Men farqi yo'q, aka, вообще qiziqtirmaydi. Ishoning, siz menga nima kontrakt tashlab oling. Men zanitman, aka, hozir. Bo'ldi, Telegramda. Xo'p. Shunaqa ashya bor-ku, ish. Qaniydi kimdir men yordamchi olishim kerak o'zimnikda, yordamchi olmoqchiman. Shopir bo'ladi, polni ishlarni o'zini bo'yniga oladi. O'zi nima deding? Nimayam dirdim. Rosa o'zgaribsan, Suhrob. Конечно, o'zgaribman. Hayot o'zgarishdan iborat. Tushunasan? Любой odam o'zini hayotida pog'ona o'sish kerak, rivojlanish kerak. Shunaqa gaplar. Toshkent shahrida men o'ylayman, biznes rivojlantirish uchun 3-4 ta zapravka ochib qo'ysam, chista tak naxotnagi soqqa kelib turadi-da. Uzr, gapingni bo'ldim. Haligi taksi chaqirib qo'ydim-da, taksim keldi. Shunga mana mashina turibdi, mashinada. yo'q, mana taksim ham bu yoqda turibdi. Bo'ldi, ko'rdim, sog' salomatsan, zo'rsan. Hali gaplashamiz. Aha, bo'pti, davay. Toshni yoqib qolganman. Bugun bir oy o'tdi.
Parkka keldim, kelmading. Telefon qildim, ko'tarmading. Tushunmadim. Men seni ketingdan yugurib yurishim kerakmi? Yo'q, aka, bugun erta hal bo'ladi, aka. O'sha yechiryapman, aka. Xudo xolasa mana bugun erta, aka, bo'ldi. Menga qara. Senga bir kun vaqt. Bo'lmasa yer tagidan bo'lsam topaman. Davay. Alash. Nima bo'ldi? Yechib beraman degan eding-ku. O'rtoq, o'xshamayapti ishonga. Bilmayman nima bo'layotganini. Kechqurunlar bilan o'tirdim, вообще o'xshamadi. Jinni pinimisan, nima deyapsan? Bilmayman, brat. По-моему, bu tanga rostakasi emasman deb o'ylayman, deyman. Bitta ish eplolmasang-chi, umuman ishga olma, tushundingmi? O'zi har doim bilardim. Alish kriptovalyutani umuman tushunmasligini. Shu sabab zudlik bilan o'zim pul yechib olish yo'lini qidirdim. Kechasi bilan har xil odamlarga telefon qildim. Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin emas. Men buni qarang hisobladim. Keyin o'sha kolичествосini Google'ga urdim, rahmat. Mana men qarang tangani hisobladim. Google'ga urdim aka. Mana summa chiqib kelyapti. Mana dollarda aka, ko'ring dollarda. O'zida bosing aka. O'zimni bosganman aka. Mana shundan yordam beringlar aka. Shunga keldim men hozir. Aka, kriptovalyuta skam. Nima degani men tushunmayman aka. Men haqiqiy pul qo'ydim aka unga. Chiqarolmaysiz. Nimaga chiqara olmayman aka? Nega chiqara olmayman? Mana turibdi-ku, chiqarib berishsa bo'ladi-ku. Aka, kriptovalyutangizni chiqara olmaysiz. Nimaga aka? Nega chiqarib beringlar aka? Ishinglar shu-ku. Kriptovalyutangiz rostakamli emas. Men o'sha telefoningizda sizga o'xshaganlar uchun Liberandum sun'iy intellekti yaratyapmizda. Shu kriptovalyuta sotib olishdan oldin maslahat qilib yoki bizning sofga kirib Bu xabarni qabul qilish oson emas edi. Undan keyin bu aka bu narsalar dedilar-yu, lekin buni nima farqi bor endi? iltimos qo'ying aka. Qilmang unaqa narsa aka, qo'ying. Men qaytaraman aka, va'da beraman. Iltimos aka, iltimos. Senga vaqt berilganmidi? Berilgandi aka. Aka qo'y, aka to'xtang, aka. Aka to'xtang. Ana kalit bor. Mashinang kreditmi? Kredit aka, jon aka, iltimos. Vaqtida to'lab yur. Sog'indim seni. Самое худшее свидание в моей жизни. Да. Nima bo'lgandi maslaga hozir? Постепенно gapiraveraman. Keldim, o'tirdik, gaplashdik, narsa zakaz qildik, normal restoranga bordik, lekin bu odam shunchalik egosi. Qaynab qanaqadir bir obidalar to'lib ketgan inson ekan. Faqat o'zini gapirdi, faqat o'zini. Allo. Voyvochcha, qattasan? Bu ham o'lganning ustiga tepgan qilib
Notariusda eski boshlig'im hamma hujjatlarni tayyorlab, pul kutib o'tirishgan ekan. Haqiqatni aytishga majbur bo'ldim. O'zi eski ishimga qaytmoqchi edim. Lekin meni o'rnimga odam olib qo'yishibdi. Menga boshqa ish taklif qilishdi. Boshqa variant yo'q senga, ukam. Nima qilganda ham o'zimning ishxonam. Bilasizlarmi? Bu hayotda bitta narsani tushundim. Agar pul seni o'zgartira olsa, demak sen bu pulga tayyor emassan. Ya, Insta video, SMS, muzika, bayana, hammasi takror. Ovqat gap so'z, kechqurun korzinka makro. Ishga uyga, kechqurun bir xil serial. Jonga tegdi bir xil hayot, katta bo'lgandan beri ey yashagim kelar. Qancha qachon hayot yangiroq narsalar olib kelar. Ey yashagim kelar. Shunchaki mavjudmas gullab yashnagim kelar. Nega buncha zerikarli zerikarli va tushunarli ba'zan hammasi yetarli lekin nega zerikarli nega buncha zerikarli zerikarli va tushunarli ba'zan hammasi yetarli lekin nega zerikarli bir xil ko'chalar, bir xil kiyimlar, bir xil avto. Non va tomosha, paftor, maktab, institut, ish berikur Winston. Xuddi bo'tgan hafta, hammasi bir xil, hammasi o'zgarishsiz, xuddi g'arbiy front tarafda. Hammada bir xil dardda, charchadi hamma bir xildan. Bu yil ham farq qilmaydi bundan oldingi yildan. Hammada bir xil dard, hamma bir xil kiyingan. Kechgacha ertalabdan umr ketar tiyinga. Nega buncha zerikarli zerikarli va tushunarli ba'zan hammasi yetarli lekin nega zerikarli nega buncha zerikarli zerikarli va tushunarli ba'zan hammasi yetarli lekin nega zerikarli Nega buncha zerikarli zerikarli va tushunarli ba'zan hammasi yetarli lekin nega zerikarli O'zi bu kinoni olishga 2 kun ketdi. Ikkita полный smena. Bu kinoni syomkasini tugatishim bilan ertasi kuni poyezdkam bor edi. Qirg'izistonga ketgandim, kino lagerga. O'zi shunaqa narsa bor ekan, men bu yil
bildim. O'tgan birinchi marta o'tgan ekan. O'zi bu kinolager Centralniy Aziyatskiy mamlakatlar uchun yaratilgan. Biz bu yil birinchi marta bordik. Men biz birga ishlaydigan Mirzo Bekibayev, Mirahat Hikmediyev, yana ikkita odam O'zbekistondan. No, asosan u yerda Qozog'istondan, Qirg'izistondan eng ko'pchilik kelishdi. Endi u kinolagerning o'zining programmasi bo'lgan. Har xil leksiyalar, workshoplar, master-klasslar, Qozog'iston va Qirg'izistondagi boshqa rejissyorlar bilan, ular bilan gaplashib, fikrlar almashib, o'zimizning tajribamizni ozgina bo'lsa ham ko'tarish shunaqa возможность bo'ldi. Shu o'zi mana shu kinoni montaj qilishni boshlaganimda, o'sha paytda men o'sha lagerda edim Qirg'izistonda. O'sha yerda ishni boshlab, kech paytlar montaj qilib, vaqt bo'lgan paytlarda umuman deta bir 2 haftacha vaqt ketdi menimcha montajga. Nimagadir oxirgi payt har o'sha qisqa metrajli kinolarni ishlayverib biz o'zimiz endi xohlamiz, чтобы sifati oshishi uchun, undan ham yaxshiroq bo'lishi uchun bu narsa ko'proq vaqt talab qildi. Men o'zim juda havas qildim. Bizani boshqa qo'shni mamlakatdagi rejissyorlarni ular qanaqa ishlashini ko'rib, o'tdagi industriya qanaqa rivojlanib ketganlarini ko'rib, o'zimizning mamlakatga qaytgandan keyin qo'ldan kelgancha o'sha bor возможность resurslardan foydalanib, umuman aytganda bizning mamlakatimizni ham kinematografiya industriyasini ham yuzaga chiqarish. O'zim ham ko'p eshitaman, bizanikilar ham Qozog'istonda ishlab chiqarilgan kinolarni, seriallarni juda ko'p ko'rishadi. Menga maslahat berishadi, "Mana serialni ko'rdingmi, buni ko'rdingmi, mana qara" deb. Shu mana shunaqa narsalarni ko'rib eshitgandan keyin o'zimda ham shunaqa motivatsiya bo'ladi. Bizda bu yerda shunaqangi zo'r katta kino yoki serial nimadir olishimizga, чтобы bizani qo'shni mamlakatlarimiz ham uni ham ko'rib, u yerda ham shunaqa gap bo'lsin. Как bizga gapirgandaki, чтобы ular ham o'zbekcha serial ko'rdingmi, ham o'zbeklar zo'r qilishibdi, tunda чтобы mana shunaqa prosmotr uchun katta rahmat. Kommentariyada o'zingizlarni fikrlarni qoldirish esingizdan chiqmasin. Podpiska, like yo'q. Bu biz uchun juda foydali narsa. Hammaga rahmat.